Hayotingdagi eng qiyin o'yin. 5-0. Nou Campdagi. To'pni ko'ra olmagandik o'zi ham. Biz hech nimani ko'rmagandik. Pardalarni tushirib olgandik. Nimalar bo'lyapti axir deganim esimda. Yo'q xudoyim, Xavi, Iniesta, Pedro, hammasidagi eng zo'r Barsaga qarshi o'ynashimiz kerak bo'lgandi-da o'zi ham. Pedro, ko'pchilik bu yigitni esga olmaydi. Gollarni Pedro boshlaganmidi? Iniesta, Xavi, Messi, o'sha paytdagi hammasi. Ha, shunday. Bu dahshatli jamoa edi, tan olish kerak.